Qadimgi tabobatda aytilishicha, qulupnayning mijozi birinchi darajada sovuq va ho'l. Mevalari sarg'aymada, qon oqishlarda, bavosil ya'ni gemoroyda, gijja kasalligida qo'llaniladi. Qulupnayning gullaganda barglari, kuzda esa ildizi foydali. Zamonaviy xalq tibbiyotida qulupnayning bargi, mevasi, ildiz qaynatmasi, damlamasi turli qon ketishlarda gijja haydovchi sifatida, bachadon qon ketishini to'xtatuvchi sifatida, rus xalq tibbiyotida qulupnay surgi, teri dog'larini ketkazuvchi sifatida qo'llaniladi. Mo'g'uliston va Tibet tabobatida mevani erta qarishning oldini olish, umrni uzaytirish uchun iste'mol qilinadi. Zamonaviy ilmiy tibbiyotda qulupnayni dietologiyada ateroskleroz, kamqonlik, oshqozon ichak yo'li kasalliklarida tavsiya etiladi. Qulupnay tarkibidagi biologik faol moddalar turli kasalliklarni davolashda bir-birini terapevtik kuchaytiradi. Qulupnay tarkibidagi biologik faol moddalar turli kasalliklarni davolashda bir-birining ta'sirini kuchaytiradi. Qulupnay fenollari detoksikatsion, antioksidant, antigenotoksik ta'sir ko'rsatib, metabolizm va hujayralar chidamligini boshqarishda qatnashuvchi genlarni modullaydi. DNKning shikastlangan qismlarini tiklaydi. Qulupnay bolalarda immunoprofilaktik vosita sifatida tavsiya etiladi. Qulupnay lipidlari trombotsitlar faollashtiruvchi faktorni stimullaydi. Qulupnay mevasining antiradiatsion, yallig'lanishga qarshi, gipotenziv ya'ni qon bosimini tushiruvchi ta'sirlari aniqlangan. Qulupnay mevasi fotoprotektor ta'sir ko'rsatib, terini ultrabinafsha nurlarning zararli ta'siridan himoyalaydi. Qulupnayning fenol moddalari allergiyaga qarshi, gipotenziv, gipoglikemik ta'sir ko'rsatadi. Metabolik sindrom, qandli diabetning oldini oladi va davolaydi. Qulupnay mevasini uzoq iste'mol qilish qalqonsimon bezning yodga talabini kamaytiradi va tireotoksikozda yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Qulupnay mevasining tarkibidagi marganец tuzlari jigar kasalliklarida foydalidir. Qulupnay mevasi o'sma tomirlarining rivojlanishiga qarshi, antioksidant, saratonga qarshi ta'sir ko'rsatadi.